Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun birgalikda haqiqiy italyan retsepti asosida Italiyaning turli pasticeriyalarida, turli xil oziq-ovqat magazinlarida uchratishingiz mumkin bo'lgan, mening eng sevimlilarimdan biri bo'lgan zaytunli fokaccia tayyorlaymiz. Buning uchun bizga yarim choy qoshiq tuz, 60 ml zaytun yog'i, 1 choy qoshiq shakar, 125 ml iliq sut, 7 g quruq achitqi, 125 ml iliq suv va 400 g un kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib unga quruq achitqini qo'shib olamiz. Iliq suv, iliq sut, zaytun yog'i, shakar va tuzni qo'shib aralashtiramiz va yumshoq xamir qoramiz. Un biroz kamlik qildi, shu sababli taxminan 50 g dan 100 g gacha bo'lgan qo'shimcha un qo'shishga to'g'ri keldi. Ya'ni shunda hammasi bo'lib, taxminan 500 g atrofida un ishlatildi. Xamir juda ham yumshoq va qo'lga yopishmaydigan bo'lishi shart. Agar hali ham biroz qo'lga yopishayotgan bo'lsa, ko'proq ishlov berishingiz yoki birozgina yog' qo'shib yuborishingiz mumkin. Un miqdorini ko'paytirish kerak emas, chunki qattiq bo'lib qolib, biz kutgan natijani bermasligi mumkin. Tayyor xamirni oshirish uchun olib qo'yamiz. Xamir oshib chiqishi uchun taxminan 2-3 soat vaqt kerak bo'ldi. Xamirimizni unlangan yuzaga qo'yamiz va taxminan 1 sm qalinlikda yoyib olamiz. Diametri 10 sm atrofida bo'ladigan aylana shaklini berib, xamirni kesib chiqamiz. Endi fokacchalarni duxovka listiga terib olamiz. Biroz ko'tarilib olishi uchun 20-30 daqiqaga ustini yopgan holda xona haroratida qoldiramiz. Bu orada ustiga surish uchun biroz tuz va zaytun yog'idan aralashma tayyorlab olamiz. Fokacchalarni ustiga hech narsa qo'ymasdan oddiy nonga o'xshagan ko'rinishda tayyorlash ham mumkin yoki pomidor, zaytun kabilar bilan tayyorlasa ham bo'ladi. Bugun sizlar bilan birgalikda zaytunli fokacchalar tayyorlaymiz. Buning uchun bizga ichidan danaga ajratib olingan va imkon qadar suvsizroq bo'lgan zaytunlar kerak bo'ladi. Tindirilgan, biroz ko'tarilib olgan fokacchalarni ustiga barmoqlarimiz yordamida videoda ko'rsatilganidek qilib shakl berib chiqamiz va shu holatda pishirish ham mumkin va biz esa aytib o'tganimdek ustiga zaytunlarni terib chiqamiz. Ustidan esa tuz va zaytun yog'li aralashmani surib chiqamiz. Xohlaganlar ushbu jarayonni o'tkazib yuborishi, ya'ni tuz va yog'li aralashmani surtmasdan shunchaki o'zini pishirib olsa ham bo'ladi. Fokacchalarni oldindan qizdirilgan 180-190 darajadagi duxovkada ust qizarib, chiroyli ko'rinishga kelgunga qadar pishirib olamiz. Buning uchun u qadar ko'p vaqt kerak bo'lmaydi, taxminan 10-15 daqiqada pishib chiqadi. Qaynoqqina fokacchalarning ustini biroz suvlab olamiz. Mana haqiqiy italyan oshxonasiga mansub bo'lgan zaytunli fokacchalar tayyor bo'ldi. Buni albatta tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishi aniq. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kanalimizda qoling va albatta obuna bo'lishni unutmang.